Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda uncompleted firewall degan narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zi o'qilishi shunaqami yo'qmi aniq bilmayman-ku, lekin buni ma'nosi Linuxdagi firewall. Ya'ni ma'lum bir portlarni yopish yoki ochishga mo'ljallangan serverimizdagi. Ya'ni port nimaligini bilsanglar kerak, bo'lmasa bu videoga kelmasliginglar aniq edi. Ya'ni port bu serverimizdagi qo'pol qilib aytganda hakkerlarning ko'zi bilan ochiq eshik. Ularni ma'lumlari kerak emas. Masalan, qanaqadir servis yoqib, uni biz Nginx orqali domainga ulaganimizda IP bilan to'g'ridan-to'g'ri kirib bo'lmasligi kerak bizaga. Ya'ni bizani server IP manzilimiz bilan portni yozganda bizaga kelmasin, lekin domain bilan kelsa kirsin degan ma'noda qanaqadir ishlar bo'lishi mumkin va shuning uchun bizaga uncompleted firewall kerak bo'ladi. Kelinglar buni biz aynan nimaligini ko'rib olaylik. Mana uncomplicated firewall. Bu boshqacha ekan. Men bir marta o'qiganimda boshqacha o'qigan ekanman. Ya'ni mana buni o'qilishi qanaqa? Uncomplicated firewall. Xullas, kelinglar biz buni shunchaki firewall deb ataymiz. Xo'p, birinchi bo'lib holatni tekshirish kerak. Men sizlarga test bo'lishi uchun va men adni yoqib qo'ymanku. Buni ochib qo'yaylik, bizga kerak bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib biz serverimizga kirib olamiz. Men bitta servizam yozib qo'yganman o'zimning serverim uchun va uni yoqishimdan oldin men cat qilib turib, tak serverimizning IP'sini bilib olishim kerak. Mana men serverimizga so'rov jo'natdim va ko'rib turganingizdek hech qanaqa nima bizga hech nima qaytmayapti. Ya'ni bu serverda hech narsa yoqilmagan. Endi biz nima qilamiz? Men server.py ni ishga tushiraman. Bu bizda 8000-portda narsani ishga tushirib beryapti. Demak, biz bu yerdan mana 8000-portga kirib olishimiz kerak. Va biz ko'rib turganimizdek, mana bizga message hello va status working ni bizga qaytarib beryapti. Endi biz shunaqa qilishimiz kerakki, 8000-portda bu ishlab turaversin, lekin biz so'rov jo'natsak, bizga hech qanaqa javob bermasin. O'sha narsaga bizga firewall yordam beradi. Endi biz Notion'ga qaraydigan bo'lsak, birinchi statusini ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni u bizning serverda o'zi bormi, yo'qmi va o'shandan keyingi ishlarni amalga oshiramiz. Hozircha biz buni o'chirib turaman, chunki boshqa komandalarni terishim uchun menga terminal kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biz nima qilar ekanmiz? Sudo firewall va status yozar ekanmiz. Mana sudo firewall status yozganimizda bizda topilmadi deyapti. Demak, bizda o'rnatishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu komanda bizga o'rnatishga xizmat qiladi. Buni biz o'zimiz yozsa ham bo'ladi. Mana sudo apt install firewall. Sudo apt install firewall yozganman. Mana va oxiriga y qo'shib ketish. Bu o'sha eng oxirgi versiyalarni o'rnatish deb eshitgan edim. Lekin men ko'pincha y qo'shmayman. Sen nimani restart qilasan deyapti. Shunchaki enter bosamiz va hammasi bitta restart bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib clear qilib terminalni tozalab olishimiz kerak. Endi biz boyagi komandani qaytadan ishga tushiramiz. Sudo va status. Ko'rayotganimizdek, bu bizda aktiv emas, ya'ni bizda hali bu ishga tushmagan firewall. Endi qaranglar. Birinchi bo'lib eng birinchi qiladigan ishinglar buni aktiv qilishdan oldin ruxsat berilgan portlarni yoqib qo'yishimiz kerak. Masalan, 22. Ya'ni bu bizning SSH portimiz, ya'ni biz mana hozir serverimizga ulanganmiz-ku kompyuterimizda. Shu ulanishimizni bizga nima SSH qilib beryapti. Buni biz sirazi ruxsat berib qo'yishimiz kerak. Mana, ya'ni rules updated deyapti. Bu nima degani? Ya'ni bizda qoidalar o'zgardi deyapti. Ya'ni boya qoidalarda bunga ruxsat yo'q edi. Ya'ni o'z umuman bunga na ruxsat bor edi, na ruxsat yo'q bor edi. Mana endi aniq bir ruxsat degan qoida yozildi. Keyin agar SSH boshqada bo'lsa deyapti, o'sha portni belgilashingiz kerak deyapti. Bizda SSH 22 deydi, shuning uchun 22 ni belgiladik. Keyin i80 bilan 443 ham ochishimiz kerak. Bu bizda o'sha domainga ulaganimizda yoki qanaqadir veb-sayt ishlayotgan bo'lsa-gina kerak. Ya'ni bizda hozir kerak emas aslida, lekin yozib qo'yurganimiz ma'qul. Mana birinchi 80 ni yoqib qoidalar o'zgardi deyapti, keyin 443 yoqib qoidalar o'zgardi deyapti. Keyin qaranglar, servis nomi bilan ham qilsak bo'ladi bu ishni.
Masalan, biz hozir 22 qildik-ku. Yo'q, biza buni SSH deb yozishimiz ham mumkin va u SSH qaysi serverda ishlashini o'zi topadi, ya'ni ishlayotganini va o'sha serverga ruxsatni yoqadi. Ya'ni allow ruxsatni yoqish degani ko'rib turganimizdek. Endi Nginx profili bilan degan narsa bor. Bu bizada app'larni listini olib, ya'ni qanaqa bizada app'lar borligini kelinglar birinchi ko'rib ola qolaylik. Mana kopirovat qildim. Restart qilamiz. Va ko'rib turganimizdek faqatgina OpenSSH degan app'imizda bor ekan. Ya'ni bizning serverimizda Nginx aslida mavjud emas. OpenSSH bu bizning app'imiz SSH. Mana 22-port. Agar hozir mana bu komandani terib, ya'ni sudo firewall allow qilib turib, mana shuni berganimda ham, mana portni bizga yoqib bergan bo'lar edi. Ya'ni bizada OpenSSH profilidagi hamma kerakli sozlamalarni o'zi qilib beradi. Buni yoqadi yoki agar boshqa nima port ishlayotgan bo'lsa, uni yoqadi. Xolos o'zi sozlaydi. Qo'lda qilganimiz ham bizga qaysidir ma'noda ma'qul. Xolasanglar bunda, xolasanglar bunda qaranglar. Uni qanaqa qilishni ko'rsataman. Sudo ufw allow qilib turib open SSH, ya'ni bu yerda qanaqa yozilgan bo'lsa application, xuddi shunaqa yozib enter qilsanglar, mana rules updated, ya'ni bizada nima qilyapti? 22 ga уже allow beryapti. Endi biza qaranglar, pastga tushadigan bo'lsa, Nginx profilini ko'rdik. Xo'p, yana pastga tushsa, endi yopish. Ya'ni qaranglar, hozir men nima qilaman? Mana buni ishga tushiraman. Komandan qo'lda yozsam ham bo'lardi-ku. Va mana 8000-port, to'g'rimi? Serverimizdagi 8000-port. Ishga tushirsam, menga qaytyapti mana. Hello working qaytyapti. Endi men nima qilaman? Ruxsatni olib qo'yaman 8000-portga. Mana. Buni oldim, mana ruxsatni qo'ydim va ko'rib turganimizdek mana ruxsat olindi mana. Firewall ruxsat berma mana. Deni ruxsat berma, allow ruxsat ber deganim. 8000-portga ruxsat bermagin dedim. Keyin endi biz firewall yoqamiz. Mana ruxsat qaranglar, tepadan boshlasa. Biz barcha ruxsatlarni yozib chiqdik, ya'ni 22 ga ruxsat dedik, 80 ga, 443 ga, ya'ni mana shu uchalasi asosiylari. Serverlarda deyarli hamma serverda shu uchalasiga ruxsat bo'ladi. Va ruxsat bo'lmaydiganlari, masalan, 5173, 5174 bu White, ya'ni React'dagi, Next'dagi proyektlar bo'lishi mumkin yoki 5000 bo'lishi mumkin. Bu nima edi? Expertmidi? Express.js va bizada Django bo'lishi mumkin. U ham 8000 da ishlaydi adashmasam va FastAPI bo'lishi mumkin. Bu ham 8000 da ishlaydi. Juda ko'p holatda 8000 qilishadi. Va o'sha ishlayotganini yopdik, mana deni qilib, endi biz nima qilamiz? Firewall yoqamiz. Enable qilamiz. Eng e'tiborli joyi enable qilayotganda bu o'zi ham aytayapti, mana sani komanda endi o'tdi. SSH yoqib qo'yish mumkin deyapti. Ya'ni tugatib qo'yish mumkin deyapti SSH. Tepaga qaraydigan bo'lsak, biz nima qildik? Allow SSH qildik. Ya'ni biz o'sha SSH ni yopib qo'yishini oldin oldik. Endi biz bemalol ruxsat qilishimiz mumkin. Va yozganimizdan keyin bizani SSH yopildimi yo'qmi bilishimiz uchun biza qanaqadir komanda terib olishimiz kerak. Mana men ls qildim va u ishlayapti. Ya'ni serverimiz bilan ulanishimiz bor. Demak, biz serverni muvaffaqiyatli firewallni yoqdik. Agar hozir ls qilganimizda serverga umuman harf yozilmayotgan bo'lsa edi, bo'ldi, biz serverimizdan umidni uzardik. Chunki biz nima SSH ham yopib qo'ygan bo'lardik va SSH yopiq degani bu serverni to'liq nima backup qilishimiz yoki qaytadan ochishimiz kerak degani. Endi biz firewallni ham yoqdik. Holat haqida batafsil ma'lumot olish uchun statusni ko'rishimiz kerak. Mana hozir buni kopirovat qilaman. Mana bizada statusni ochganimizda 22 ga yoqiq ekan, 80 ga yoqiq, 443 ga yopiq va 22 ga OpenSSH yoqiq. Ya'ni biz 22 ga alohida berdik va OpenSSH ga alohida berdik. Va 8000 ga yopiq. V6 da ham xuddi shu narsalar. Ya'ni bu AP haqida menimcha, ya'ni V6, V4 degan AP manzillar bor. Buni bilsanglar kerak. 22 ga, 80 ga, 443 ga, 22 ga OpenSSH va 8000 ga xuddi shu holatda mana ochiq yopiq. 8000 yopiq. Endi biz nima qilamiz? Biz Python serverni ishga tushiramiz. Mana 8000-portda bizning serverimiz ishga tushdi va mana 8000 restart qiladigan bo'lsak, qaranglar. Men hozir bu yerda turganiga chalg'imanglar, mana bunaqa qilsam ko'rinadi. Bizning saytimiz ochilmayapti. Mana aylanib yotibdi, lekin 8000 ga kirmayapti. Vaholanki bizda 8000-portda bizning serverimiz, servisimiz ishlab turibdi FastAPI da. Endi biz bu holatda firewall ishga tushdi.
Nmap bilan ham biz yozganimizda bu portda nimadir ishlayaptimi yo'qmi aniqlay olmaydi. Ya'ni firewall bor uje aniqlasa ham aniq nima ishlayotganini aytib bera olmaydi bizga Nmap. Endi qaranglar. Biza yopib qo'ydik-ku. Endi bizning serverimizga tashqaridan qanaqa ulanamiz desanglar, bunga ham yechim Nginx. Ya'ni local hostda ishlayapti bu bilib turganinglar-da. Mana hozir masalan biza ishga tushib turgan holatda curl qilsak, mana bu portga bizaga javob qaytaradi. Endi biza Nginxni sozlashimiz kerak. Ya'ni biza Nginxni ma'lum bir domainga mana bu port bilan ulab qo'ysak agar o'sha domainga kirganimizda mana shu port umuman muammosiz ishlaydi. Hop, endi pastga tushamiz. Qoidalarni o'chirishda bizada qoidalarni o'chirish degan bo'lim bor. Buni ham o'rganib ketishimiz kerak. Qaranglar. Firewall delete deni, ya'ni delete qilamizda o'sha qoidani yozib qo'yamiz. Masalan, tepaga qaraydigan bo'lsak, biz nima qildik? Tak tepani ko'rsatarmikan? Mana sudo firewall deni qilganmiz. Xuddi shu komandani olamiz va xuddi shu komandani qaytadan tashlaymiz deb aytdik. Mana firewalldan keyin delete deb yozib qo'yamiz. Ya'ni mana bu qoida bo'lsa, o'shani delete qilgin degani bu. Yozadigan bo'lsa, rel delete dot, ya'ni bu qoida o'chirib tashlandi dot. Endi biz nima qilamiz? Uni reload qilishimiz kerak. Ya'ni tepada tak enable bor edi, bizda menimcha bu yerda reload degani ham bo'lishi kerak. Qaniylar buni sinab ko'ramiz. Men yozmagan ekanman. Mana firewall reload dot, ya'ni firewall biz men inglizcha aksentim sal yo'q. Inglizcha aksentim sal yomon. Firewall reload, ya'ni bu firewall restart bo'ldi degan. Endi biz qaytadan 8000-portga so'rov yuboradigan bo'lsa ishlamaydi, chunki bizda bu servis o'chiq. Server.py ni yoqamiz va qaytadan 8000 ga so'rovni jo'natamiz. Va ko'rib turadigandek, bizda 8000-port ishlamayapti. Tak, sudo stop. Bu hamma portni yopadi. Endi biz elo yozishimiz kerak. Ya'ni biz nima qildik? O'chirar, ya'ni bloklaydigan komandani biz 8000 ga o'chirdik. Ya'ni bloklamaydi. Lekin endi u nima qilishni ham bilmaydi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz mana delete ni olib tashlaymiz. Denini bo'lsa biz elo qilamiz. Biz yoqdik. Mana 8000 ga tashqaridan xohlangan so'rovlarni qabul qiladigan qildik. Endi serverni qaytadan ishga tushirib buni restart qiladigan bo'lsak, bizda mana yana o'sha ishlayapti. Ya'ni biz firewall degan narsani bugun inshaalloh o'rgandik. Mana agar qaranglar, mana hozir tepadan bitta pastga chiroyli tushirib beraman mana. Videoni bemalol pauza qilib, xohlagan joyingizda o'shani o'qib, ya'ni nima qaysi komanda nima qilishini o'qishinglar mumkin. Mana pauza qilganingizda inshaalloh ko'rinadi. Mana bizdagi eng muhim buyruqlar: yoqish, bloklash, firewallni yoqish, status ko'rish va nimadir delete qilish. Aynan muhimlari shu, lekin bu yerda negadir restart yo'q. Mana bu yoqda bor ekan. Reload qilishimiz mumkin. Hamma qoidalarni o'chirib tashlashimiz mumkin, reset qilib va firewallni disable qilib o'chirishimiz mumkin ekan. Xo'p do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.